Siz qiladigan 3 ta xato yuzingizda shishadek bo'lib yaltirab turishidan, silliqligidan to'syapti. Birinchi xato terini ishqalash kerak emas, uni yumshoq tozalash kerak. Ko'pchilik skrab qiladi, penkani kuchlisini ishlatadi. Bir kun enzimka qilsa, bir kun mexanik piling qiladi. Bular bo'lsa yuzingizni battardan quritib, xiraligini oshirib, baryerini buzib tashlaydi. Ba'zilar bo'lsa yuzi quruq yoki ta'sirchan bo'lsa ham, yuzini ertalab penka bilan yuvadi va bu holatni yana ham yomonlashtiradi. Ikkinchi xato, shishadek terini siri bu namlik va mustahkam baryer hisoblanadi. Ko'pchilik yuzim yog'li deb namlantiruvchi kremlarni ishlatmaydi. Lekin bitta narsani yodda tuting, yuzingiz yog'li yaltiragan umuman boshqacha ko'rinadi, uhojinniy bo'lib yaltiragani bo'lsa umuman boshqacha turadi. Uchinchi xato, bu hammada ham emas, lekin ko'pchilikning naborida SPF krem bilan yuzini yengil oqartiruvchi, yorqinlashtiruvchi krem yoki siviritkani yo'qligida bo'ladi. Masalan, ko'pchilik ajinlar yoki aknelar bilan ishlaydigan odamlar naborida yengil oqartiruvchi, rangini ochartiruvchi mahsulotlarni ko'rmayman. Shuning uchun aknelari ketsa ham yuzi xiraligicha qolib ketadi. Gapimga ishoning, agar yuzi shishadek bo'lib, yaltirab, yorqin bo'lib tursa, sizda aknelaringiz ham, ajinlaringiz ham esingizdan chiqadi.